urug' sotadigan akalarimizga ham va dehqon akalarimizga ham yaxshi narxlarda, arzon narxlarda xudo xolasa qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Agrapolon kompaniyasi kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Mana bugun qishning oxirgi kuni, ya'ni 2026-yil 28-fevral sanasida Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan tarvuz urug'larimiz haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib o'taman. Xo'p, bu tarvuz urug'larimiz birinchisi Auris firmasini, Au Producer tarvuz urug'i, buni ko'pchilik akalarimiz yaxshi biladi, va Emerald firmasini, bu ham Au Producer navli tarvuz urug'i. Va 2025-yilda juda ham yaxshi natijalarga erishgan, ya'ni O'zbekiston bozorida top 1da bo'lgan tarvuz desam ham adashmagan bo'laman. Avalon firmasini Bomba, ya'ni aynan shu navi Avalon firmasini Bomba op navli tarvuz urug'i O'zbekiston bozorida juda ham yaxshi natijalarda xudo xolasa o'zini ko'rsatdi. Hop, kimga bu tarvuz urug'larimiz qiziq bo'lsa yoki bundan boshqa tarvuz urug'lari, gibrid tarvuz urug'larimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa, bu tarvuz urug'larimiz ham Optimga, urug' sotadigan akalarimizga ham va dehqon akalarimizga ham yaxshi narxlarda, arzon narxlarda xudo xolasa qilib berishga harakat qilamiz. Bemalol biz bilan bog'laninglar va arzon narxlarda sotib olinglar. Agrapolon bilan orzungizdagi hosilni yetishtiring. Assalomu alaykum.